Ko'rib turgan kruassanlaringizni xamiri maxsus apparatlarsiz butunlay qo'lda qorilgan va qo'lda yoyilgan. Siz ham shunaqa kruassanlarni pishirishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Biz kruassan bo'yicha onlayn kurs ishlab chiqdik. Kursda siz kruassan va venska vyepechkani noldan pishirishni o'rganishingiz mumkin. Kurs o'z ichiga shu yo'nalishdagi 9 yillik tajribani oladi. Shu kungacha onlayn kursimizda 500 dan oshiq odamlar o'qib chiqishdi va juda ham yaxshi natijalar ko'rsatishyapti. Onlayn kurs havaskorlar uchun ham, professionallar uchun ham birdek mos tushadi. Sababi kruassanni uy sharoitida tayyorlash alohida ko'rsatilgan. Sexda ishlaydiganlar uchun maxsus texnikalar yordamida tayyorlash alohida ko'rsatilgan. Kurs butunlay o'zbek tilida olingan. Kruassan tayyorlashdagi hamma etaplar birma-bir aniq tushuntirilgan va kursdagi hamma masalliqlarni O'zbekiston sharoitida bemalol topsa bo'ladi. Onlayn kursdagi videolar umrbod Telegram kanalida qoladi, o'chib ketmaydi va kurs davomida sizda savollar tug'ilsa, ularga javob olish imkoniyati ham bor. Onlayn kursda kruassanning bir nechta turlari, rangli kruassanlar, danishli va turli nachinkalar retseptlari ham bor. Agar sizda onlayn kursga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, xarid qilishga shoshilmang. Biz siz uchun onlayn kursning kichkina qismini tayyorlab qo'ydik. Uni ko'rib chiqing. Agar video sizga yoqadigan bo'lsa, keyin onlayn kursimizga yozilishingiz mumkin. Videoni olish uchun pastdagi knopkani bosing va onlayn kursimizda ko'rishguncha.